Navbatdagi jentramiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh bu moshinaga skromniy navrot qilib berganmiz. Mana shu spiskaga hamma narsalar qilindi. Tak, birinchi bo'lib oldiga Amerikanki fara tepa past led taqildi. Hop, yangi moshinaga har doim put qo'yish kerak jentraga. Slepoy zona qo'yildi. Hop, orqasiga o'ptira fari. Tonirovka nomer olgandan keyin urib beramiz. Gilansiy stoyga taqildi. Slepoy zonalari. Salon qismida Malibu 2 rul, anatomический varianti, Alcantara, juda ham chiroyli. Malibu 2 bar, test monitor, xrom включатель, полный salonli detallarni qora glansvida qilib berganmiz. Tablo освещение X6 dizaynda. Hop, tegi diodlarni qo'yib berganmiz. Mercedesga o'xshab yonadigan. Включательlarni hammasini xrom qilib berganmiz. Juda ham skromli bo'lgan. Kimga shunaqa navorot kerak bo'lsa, bemalol Tuning House'ga murojaat qilishingiz mumkin. Moshinamiz tayyor inshaalloh.